Raptor R pikaplarning quroli. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Issiq joydan video qo'yman. Qadrdonlar, bunaqa narx hali bo'lmagan. Motorni ko'rib, просто lehki odam maza qiladi. 502 motor. V8 720 ot kuchi, 868 Nm bo'ladi. 0 dan 100 ga qo'zg'alish 3.6. Pikaplarning orasida qiroli ham tezkorligi bo'yicha nomer 1 chempioni mana shu bo'ladi. Maza qilaman, tomosha qilib bor motorni. Bifi Goodrich amerikanskiy brend 37 ballonlarda turibdi. Baja chempion bu bilasizlar, qumli, shag'alli, keyin qorli yo'l tanlamas yo'llarda shunaqa chiqib beradi. Ham buni hadovoylari adaptivniy bo'ladi. Fox amortizatorlarda turibdi. Kerakli bo'lgan hamma narsa shu mashinada mujassam. O'rtoqlar abakrev rul, abduf bilan oddiy holat, head up display, tomoni ortig'i bilan hamma narsa bor. Bu mashina haqiqatan har kunlik haydashga ham bu mashinada mana shu yo'l tanlamas yo'llarga chiqishda odam haqiqiy adrenalinni olib maza qiladi bor-ku. Orqalari ham juda ham keng, 3 kishi bemalol keturadi. Yengilligidan bor-ku, oyoqni boskim kelmayapti chang qilib. Bu yerda ham abagreiflarga bor orqasida yanada kerak bo'lsa mana bismillah Type-C ga joy, keyin yana rozetkaga joy tashab ketilgan. Tepa tomlarni panorama o'yini, kuja bilan Alicanta'ning aralashmasini ko'rsatib keting. Bio akustiki, kerakli bo'lgan hamma narsa shu mashinada muhayyo. Raptor R dunyo bo'yicha eng tezkor pikaplardan biri bo'ladi. 3.6 sekundda 0 dan 100 ga qo'zg'aladi. Hop, qadrdonlar, teglari hadovoylarni ham ko'rsatib keting. Men Foxlarni, Fox amortizatorlarini ko'rsatib keting.